Qashqadaryoning Koson tumanidagi qamoqxonada siyosiy mahbuslarni kaltaklash va och qoldirish jinoyati sodir etilmoqda. Shuningdek, O'zbekistondan tashqaridagi da'vat ahlining yaqinlariga ham bosim kuchaydi. Ishonchli kishilardan kelgan xavotirli xabarlarga ko'ra, Qashqadaryo viloyati Koson tumanida joylashgan 10-sonli JMda, ya'ni qamoqxonada diniy siyosiy mahbuslarga nisbatan xuddi zolim Karimov rejimi davridagidek, hatto undan da o'tib tushadigan darajada zulmlar qo'llash boshlangan. Holbuki bu mazlumlar bundan chorak asr muqaddam, ya'ni yosh navqiron yigitlik davrida qamalib, hanuz umri zax qamoqlarda chiritilayotgan 45-50 yoshdagi kishilardir. Ularning deyarli barchasi yarimjon bo'lib, sog'liqlari juda yomon ahvolga tushib qolgan. Shunday bo'lishiga qaramasdan, ularga qattol Karimov jallodlarining zulmi zo'ravonliklari yetmaganidek, endi o'sha davrni axlat tuzum degan Mirziyoyev boshliq rejimining o'zi ham haddidan oshmoqda. Manbaning aytishicha, qamoqxona rahbariyati va xodimlari tomonidan diniy, siyosiy mahbuslarni ayovsiz kaltaklash va qariyb 1 oy davomida och qoldirishdek shafqatsiz bosimlar qilingan. Bu yigitlarga fikrimdan qaytaman, ya'ni musulmonlar Allohning qonunlari bilan yashash kerak degan e'tiqodimdan voz kechaman. Qamoqdan chiqsam, odamlarni da'vat qilmayman va shu ishlarni qilayotganlarni tutib beraman kabi talablar qo'yilmoqda. Manbaning ta'kidlashicha, qamoqxona xodimlarining mahbuslar da'vatiga quloq tutib, ularga nisbatan rahim shafqat va xayrixohlik paydo bo'lmasligi uchun ularni tez-tez almashib turilibdi. Aytilishicha, 45-50 yoshdagi jismonan zaiflashib ketgan siyosiy mahbuslarni bunday qattiq azoblash va och qoldirish hatto Karimov rejimi davrida ham bo'lmagan. Bundan tashqari, O'zbek rejimi bugun xorijga iymon, e'tiqodi ortidan hijrat qilib chiqqan ayrim musulmonlarga nisbatan ham ularning oila a'zolari yoki yaqinlarini so'roqqa tutish, ularni uylarini tintuv qilish kabi ta'qib va tahdidlar bilan bosim o'tkazmoqda. Holbuki, yangi konstitutsiyaga kiritilgan va Karimov davridagidan farq qiluvchi narsalar qatorida talqin qilinadigan o'zgarishlardan biri aynan birov uchun boshqa odamni javobgarlikka tortishni taqiqlash emasmidi? Ta'kidlash kerakki, qattiq bosim qilayotganlar orasida hurmat, izzatga loyiq yoshi ulug'lar ham bor. Bu O'zbek rejimi na kichikni izzat qilishni va na kattani hurmat qilishni biladi. O'sha olamga jar solingan o'zgarishlar va va'dalarning amaldagi ijrosi shumi endi? Qani o'sha Alloh bilan haq talashib qabul qilingan qonunlarning ustuvorligi yoki xalqimizga yangi O'zbekiston deya og'iz ko'pirtirib maqtalayotgan narsa shumi? Biz O'zbek rejimi va unga ko'r-ko'rona xizmat qilayotgan kimsalarga juda qat'iy ravishda savol yo'llaymiz. Alloh taolo o'ziga zulmni harom qilgani holida senlar qanday qilib bu chegarani buzishga jur'at qilishyapsan? Agar bu jur'at anavi Amerika yo Rossiya kabi kofir mustamlakachilardan kelayotgan bo'lsa, bilib qo'ylaring. Allohning izni ila yaqinda barpo bo'lajak xalifalik davlati xo'jayinlaringning tumshuqlarini yerga ishqab qo'ygan vaqtda senlarni himoya qiladigan biror kimsa topilmay qoladi. Biz sizlarni juda qattiq ogohlantiramiz. Bu dunyo hayotida o'lib qutulib qolarsizlar, ammo Allohning oldidagi hisob-kitobdan hech qayoqqa qochib qutula olmaysanlar. Aqllaringni yig'ib, qamoqdagi mazlumlar hamda O'zbekiston va undan tashqaridagi boshqa xolis musulmonlarga qilayotgan zulm va zo'ravonlik, ta'qibu tazyiqlarni zudlik bilan to'xtatinglar. Allohning guvohligida biz senlarni ogohlantirdik va bundan keyin hech qanday uzr yo'qdir.